Alo. O'tkir qo'y pirishi eshitadi. Nima qurbonlikqa qo'y? Qo'y. Qurbonlikqa qo'y deydi. Har kun mashina hayit bo'lsa ham mayli edi lekin. Uka, bo'lishi $50,000. Ayla katalogni ko'rding, har xilcha qo'ylar. Aka, qo'y ham $50,000 bo'ladi. Qo'y tilladanmi? Tilla bo'bam 3.9 Pro va tilla, uka. Onasini emsin. Va tagiga nima dollar tashlagansiz? Zagut ketmaslik uchun dollar to'shab qo'yganman. Qo'ydi nonushtasini beringlar. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from Bering qan singilcha? Ongaselchim. Ko'ryapsanmi? Senda yo'q sharoit bu qo'yda bor. Hattoki men qo'yga qarayotgan qizlardan muchali qo'y. Yana 2 million so'mga bering deysanmi? Hayda biydan jo'ra. Qo'y boqish uchun qo'y kabi bo'lsizlar. Mol boqish uchun ham qo'y kabi bo'lsizlar. Men ham birinchi po'choq terishdan boshlaganman. Dadam shunda menga aytgan, bolam po'choq ham bo'lmaysan" degan. Mana ko'rib turibsizlar, oydagina motivatorman. Ustoz savol maylimi? Nimaga shu oxirdagi qo'yni dumbas katta? Buni laqabi qo'yiza. Qo'yiza, ha. Shu uchun dumbas katta. Qo'ydan zo'r daromad olish uchun qo'yni 1 yil davomida umuman sotmangsizlar. Shunday qurbonlik boshlangandan milliardga sotasizlar. Ko'ryapsizlarmi qo'y kuyum qanchalik darajada baland? IQ. Thank you. O'quvchilaringizga hayitlik qilib bittadan qo'y bermaysizmi? Juda ham very good savol bo'ldi. Hayitlikdan men emas, ishonch do'konlari beryapti. Har bitta 3 million so'mlik xarid uchun bitta sovg'a, 6 million so'mlik xarid uchun ikkita sovg'a, 9 million so'mlik xarid uchun 3 ta sovg'a. Xullas, va hokazo. Qancha sovg'a qilsangiz, shuncha sovg'a beraveradi. Bu hayitlik qachongacha bo'ladi? Qara shu savol bo'ldi. Hayit sovg'asi 26, 27, 28-may kunlarigacha davom etadi. Shashilib qolsizlar. Olaqay bo'lib to'lashga 700 ming so'm beraman. Yo, aka, tilla qo'ydami, ololmayman buni. Qilamas kraskalangan bu. Yo, aka, rahmat, ololmayman, uzr. Ko'rasan, har yana hayit keladi-ku. You talk dirty to me. You talk dirty to me.